Xo'p, bismillah deb boshlaymiz. Istanbul brendidan 2 kishilik 100% hibli pastelni belyonimiz. Ranforce deb aytishadi. 100% hibi bo'ladi. Sizlarga maslahat o'rnida aytib ketaman, tavsiya bo'ladi. Liboy pastelni belyoni 30 gradusdan balandda yuvish kerak emas. Maksimalni 30 da yuvinglar. O'shanda sizlarga kirishib qolmaydi, holatini o'zgartirmaydi, juda ko'p xizmat qiladi sizlar uchun. Xo'p, bu pastelni belyonlarimiz razmerlariga keladigan bo'lsa, 2 ga 2.30 podizarniga, 2.40 ga 2.60 prostinasi, 50 ga 70 nalichkasi, ikkita nalichkali bo'ladi. Ranglari juda ham chiroyli, sochli, neoklassika, hozirgi juda ko'p ommabop bo'layotgan rangli modellarimiz bor. Bemalol kelib ko'raverasizlar. Narxi hammaga qiziq. Bu pastellarimizning narxi $37 dan donaga. Endi o'zingiz o'ylashingiz mumkin, optimga nechta bo'lar ekan deb. Masalan, $37 biz sotamiz, siz ham masalan buni olib $37 sotishingiz mumkin. Biz optimga chiroyli narx qilib beramiz. Hammalarni kutib qolamiz. Dona optim. Endi har bir narsada aytib ketadigan narsam donani narxini aytaman. Aloqaga chiqqan odamga optim kerak bo'lsa, optim narxda chiroyli narx qilib beramiz.